Och qorinda telefon kovlab o'tirganimizda oldimizdan tap etib lavash reklamasi chiqib qolsa bo'ladimi? Ayolim darrov o'zini to'g'ri tanlovni tanladi. Lekin bu tanlov men uchun kichiklik qilar edi va boshqa joydan buyurtma berishga qaror qildim. Ayolim sergo'shni Instagram sahifasiga kirib Telegram botni ishga tushirdi va tezda manzillarni belgilab o'z buyurtmasini amalga oshirdi. Uning dastavkasi tezda yetib keldi. Ayolim to'g'ri tanlov qilganiga yana bir bor amin bo'ldim. Nega? Chunki sergo'sh lavashlari katta bo'lmasa-da juda mazali, sifatli va eng muhimi halol. Bundan tashqari go'sht miqdori juda ham ko'p. Bu aslida hammamiz uchun muhim. Menga keladigan bo'lsak, uzoq kutirishlardan so'ng va nihoyat mening ham buyurtmam yetib keldi. Men esa kattaroq lavashni tanladim, biroq bu katta lavash arzon bo'lishi mumkin, lekin ichida hech qanday sifat yo'q. Salatlari juda ham ko'p, ammo ularning sifati past, go'sht esa juda ham oz. Lavashni tishlaganimni bilaman, xamirlari titilib ketdi. Bu esa menga yoqmadi. Bir gap bilan aytganda, har doim ham katta va arzon degani bu sifatli va mazali degani emasligini tushunib yetdim. Xulosa qilib aytganda, sergo'shtning lavashlari bu faqat narx va kattalik emas. Bu mazali, sifatli va to'la go'sht bilan to'ldirilgan halol lavash hisoblanar ekan. Har doim to'g'ri tanlov bu sergo'sht.